alaykum va rahmatulloh. Aka-uka birodarlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Kuninglar xayrli o'tyaptimi? Aziz YouTube kuzatuvchilari, men ismim Jamshid, Andijon viloyati Asaka tumani Oqbo'ra qishlog'ida tug'ilganman. Hozirgi kunda 8 oydan beri Yevropada dandaboshi bo'lib ishlayapman. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Biz Yevropaga kelib ishlashga juda ham katta orzuyimiz bo'lgan, niyatimiz bo'lgan. Allohga shukr, Alloh o'zi yetkazdi. Hozirgi kunda 8 oydan beri ishlab yuribman. Allohga shukr. Men YouTube kanali ochdim. YouTube kanalida shu Yevropaga kelishga qiziqib yurgan aka, uka, birodar, tanish yoki notanishlarga yordam berish niyatida YouTube kanali ochdim. Xudo xolasa shu Yevropaga kelishga qiziqib yurgan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, shularga videoni jo'natib, do'stinglarga podpiska tashab, qo'llab-quvvatlab tursanglar, zo'r kontentlar, zo'r videolar joylab boramiz. Hamda shu qatorida kimdir Yevropaga kelishga qiziqsa, faqat shu B-Y kategoriyasi bor aka-ukalar kommentariyada o'z nomeringlarni qoldirsanglar yoki men kommentariyaga o'zim silkasini joylab qo'yaman, nomerimni, WhatsApp nomerimni. Shular qiziqadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa, albatta besplatniy hamma yoqqa yordam berishga va'da beraman, xudo xolasa. Hozirgi kunda nimaga YouTube ochib endi aynan yuritishga qaror qabul qilib qoldim, chunki dandaboshda juda ham Yevropaga kerak bo'lyapti. Kecha kuni menejerim telefon qilib, shunaqa Yevropada ishlayotgan yoki bo'lmasam Yevropaga kelishga qiziqib yurgan tanishlaring yo'qmi dedi. Endi menda bor-u, lekin ularni B kategoriyasi yo'qda. B-Y kategoriyasi yo'qligi uchun yo'q dedim. Tanishlar hozirga yo'q dedim. Bo'lsa ayt dedi, kelsin dedi, dokumentlariga o'zimiz yordam beramiz, proglasheniyasini bir haftada chiqarib beramiz. Bir oyda hozir bolalar vizasini olib kelyapti dedi. Men Litva shahariga kelganman o'zim. Litva bilasizlar, 2 yillik vitnojistvasini beradi birdaniga. Shunga men YouTube kanali ochib, shu O'zbekistonda qanaqa qilib ketsamikin, nima qilib ketsam bo'larkan, bu firmaga $2000 bersam qiynalib qolmaymanmikin, otilib qolmaymanmikin, qarz havola bo'lib ketmaymanmikin deb o'ylanib yurgan aka-uka birodarlarga bu videoyim juda ham xudo xolasa kerak bo'ladi. Bir oyga akalar $2500-$3000 pul berib kelish bu xato Yevropaga. Men o'zim bir oyga bir so'm pul bermaganman, Allohga shukr. Bitta oshnam bor edi. Oshnamni tog'a dadalari o'zi Yevropada 5 yildan beri ishlashardi. Shu oshnam yordam bergan, shu oshnam birinchi ketgan, shu o'rgatib turgan, buni qilamiz, bu dokument qilamiz deb o'rgatib turgan. Shu oshnamning yordami bilan kelganman. Juda ham oson o'zicha, dokument bo'lib, dokumentatsiya talab qilmaydi. Buni juda yaxshi bilasizlar o'zingizlar ham. Shu B-Y kategoriya обязательный bo'lishi kerak. Undan keyin shu nesudebniy olasiz. Nesudebniydan keyin shu apostol qildirasiz, bo'ldi. O'zi boshqa dokumentatsiya kerak bo'lmaydi. Hozir O'zbekistonda Toshkentda biz kelayotgan paytda ham shunaqa edi. O'chirt olish Litvaga juda ham qiyin bo'lib ketuvdi. 500, 600, $700 o'chirtga qo'yishyapti. Biz через Armaniya orqali vitnojistvani olib kelganmiz. Hozir qanaqa vaziyat bo'lyapti bilmadim, lekin harakat qilib kelayotganlar bor hali ham. Endi Yevropaga kelib kelishga qiziqib yurgan aka-uka birodarlarimiz o'ylanib, qaysi firmaga pul bersamikin deb yurishinglarning hojati yo'q. Hech qanaqa firmaga pul to'lab, hech qanaqa firmaga pul berib yurishinglarning keragi yo'q. Bunaqa video oladigan, yordam beradigan akalarimiz bor, ko'p. Biz qancha ko'p bo'lganimiz, kelishga qiziqayotgan akalarimizga shuncha yaxshi. Chunki misol 10 ta olaylik, 10 ta mana shunaqa Yevropada yurgan aka-ukalar YouTube kanali yuritib, birovlarning kelishiga yordam berayotgan bo'lsa, u juda ozda soni 10 tani. Chunki biz O'zbekistonda hali mingtalab, milliontalab odam kelaman deb qiziqib yurgan odamlar borda. U 10 tani vaqti yetmaydi. Uncha odamga javob berishga, uncha odamga dokumentni o'rgatishga ham ish, ham u bo'lib qolib, qiynalib qoladi. Shuning uchun bergan savollariga javobsiz qolib ketadi. Biz qancha ko'payib, shu Yevropada yurgan akalar YouTube kanali ochib, shu kelishga qiziqayotgan akalarimizni dokumentlarini qilib, tem bo'lib besplatniga olib kelish, bu juda ham zo'r natija deb o'ylayman men. Hammani baribir orzusi bo'ladi. Men ham shu yoshligimdan beri 18-19 yoshimdan beri Yevropaga kelish qiziqishim juda katta, baland bo'lgan. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Shu kunga yetkazdi, ishlayapman. Allohga shukr. Men
o'qishga kelaman deganman. U paytda menimcha unaqa ishga hamma ham kelolmas edi. O'qishga kelaman deb qiziqib yurganman, o'qiganman. Rossiyalarga borib ishladim. Xudoga shukr, nasibim shu 2024-yilga qo'shgan ekan Alloh taolo. 2024-yil kelib, mana 2024-yildan beri ishlayapman hozircha. Meni firmam Baltic Transline'da ishlayman. Bu firmani eshitgan akalar bo'lsa kerak. To'g'ri, bizning firmaja unaqa zo'r emas, lekin mashinasi ko'p, ishchini juda ko'p qabul qiladi. Kunimizga shu 75-80 yevrodan, hozirgi kunda 80 yevrodan to'layapti. Men o'zim Mers minaman, Haladelida ishlayman. O'zim orzu qilganman Haladelida ishlashni, kimlargadir Haladelli yoqmaydi. Bu gaplarimni akalar nima demoqchiman? Oldingizga niyat qo'ydingizmi? Oldingizga bitta narsani maqsad qilib qo'ydingizmi? Hech qachon to'xtab qolmang. Birovning gapi bilan, birovning anaqa fikrlashi bilan to'xtab qolmang. Yaqqa borganingdan keyin manaqa qiyngarchiliklari bor ekan, qiynalib qolasan degan gaplarga quloq solmang aka. Biz kelishga urinib yurgan paytimizda ham bizga ham juda ko'pchilik, to'g'risi yuragim vidnoyistim ham chiqqandan keyin ham tortmay qolgan kelishga. Chunki juda bir sovuq gaplar, juda ham bir tayini yo'q gaplarni aytishgan. Yo'q, keldim, Allohga shukr, ishladim, imtihonlardan o'tdim. Har bitta joyda o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar buni. Qiyinchilik bor, qiyinchiliksiz hech qachon bitta natijaga yetib bo'lmaydi deb o'ylayman men. Allohga beadad shukr. Samimi gilamnisi qalbni toza qilish kerak va niyatni toza qilish kerak, oldinga maqsadni qo'yish kerak. Hammasi xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Yevropaga kelish juda ham sodda, juda ham oson. Hozirgi kunda teng bo'lib juda ham dalnibo'shit Yevropa davlatiga kerak. Har kuni reklama, har kuni ishchi so'rayapti. Litva bormi, Bolgariya bormi? Hammasi ishchi so'rayapti. Siz shu yerga kelib, firma yomon bo'lsa ham shu yerga kelib imtihondan o'tib bir 5-6 oy mana shu firmada sabr qilib 75 dan bo'lsa ham ishlab tursangiz, ki xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. 5-6 oydan keyin o'zingiz xohlagan firmangizga afarminlik qilib o'tib ishlasangiz bo'ladi. Samimigilamni shu Yevropaga kelib olish kerak. Faqat shu Y kategoriyasi bor aka-ukalarga yordam bera olamiz. Hozircha, lekin qo'shnilar bor, shunaqa firmasi bor. Xorvatiya, Bolgariya shu yoqlarga jo'natishyapti. Agar kimgadir u sohalar ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, u faqat besplatniy emas. Menga bir so'm pulinglar kerak emas. Men shu insonni nomerini sizlarga beraman. Shu inson bilan gaplashasizlar. Shu inson lekin ishonarli, xudo xolasa, hammani jo'natgan, o'zimizning tanishlarimiz, o'zimizning qo'shnilar jo'natgan aka aldab ketib yo pulinglar deb ketadigan aka emas. Menga bir so'm pulinglar kerak emas. U aka bilan men qanaqadir shartnoma ham tuzmayman, hech narsa qilmayman. Prosta qiziqayotgan akalar bo'lsa, boshqa sohada shu akani nomerini beraman, shu bilan gaplashib kelsanglar bo'ladi. Lekin Y kategoriyasi bor akalarga o'zim xudo xolasa noldan dokumentlarni o'rgatib, bir so'm pul birovga bermasdan Yevropaga kelishiga yordam qilaman. Faqat sizlardan menga yordam, podpiska, like, shu Yevropaga kelishga qiziqib yurgan aka-uka, do'st, birodarlaringizga jo'natib, akalar, obunachimizni xudo xolasa ko'pgina qilib olsak, ko'p odam ko'rib, ko'p odam shu Yevropaga kelsa, biz xudo xolasa xursand bo'lamiz. Chunki bilasizlar, bu Rossiyada ham ahvol juda og'ir, hozir mentquvi, boshqa qil, u qil, bu qil. Yevropada xudo xolasa hammasi cho'tka bo'lib ketadi. Bir 2 yil, 3 yil ishlasangiz, bitta o'ylagan maqsadingizni, o'ylagan biznesingizni qilib olasiz. Ish unaqa o'ta qiyin emas, og'ir emas. Rossiyada unaqa monolitda ishlab yurganman men ham, fasadda ham ishlab yurganman. Eng qiyin ishlarini qilganmiz Rossiyada. Shunga Yevropaga kelishga qiziqayotgan akalar, xudo xolasa poddeshkada bo'linglar. Biz ham sizlarga poddeshkada bo'lamiz. Like, podpiska ayamasdan xudo xolasa tashab, kommentariyada izohlarni, o'zingizlarning izohlarni qoldirib tursanglar, inshaalloh hammasi cho'tki bo'ladi. O'ylagan niyatingizlarga yetasizlar. Hammasi cho'tki bo'ladi. Xudo xolasa akalar, bu videoda Yevropaga kelishga qiziqib yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar aka, salomat bo'linglar. Ishingizlarga omad. Alloh taolo doim hammanglarning ishingizlarga omad bersin. Oilalarning baxtiga sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar aka.